Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ishlarimizdan UAZ Hunter bo'ladi. Mashinamiz pilta motor, yangicha. Mashinamizga bo'lib turgan kamchiliklari Mikas 72 Ebu bo'ladi. Maynasi kuyib qolgan ekan. Kamchiliklari kabellar berib massaga tegib qolib, maynani urib yuborgan, bobinaga tok chiqmay turadi. Hozir yangi maynalarni qurib, uni o'rnatib joylariga zakon qilib berdik. Kamchiliklarni to'g'rilab. Aka bitta yoqing mashina. Mashinamiz qonini o'tib olib o'tibdi. Mashinamiz primoy gazga harakatlanadi, benzinga ishlamaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Ebu remont, yo'q deyish, bu mashinamizni hozir ishlatib, sonni topshirib qo'llarga klientga beramiz. Kelaverasizlar akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa. Mashinamiz qonni amalga ishlayapti.